Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli din qardoshlarim, Huzur TV kanalında oila darslarini davom etamiz. Ham bugun biz yurt ishlarini kim ishlarga tegish, yesh kelinmi, ulibizmi, shul turida so'zni olib boramiz. Albatta, jamoatul muslimin ul masala har bir millatda o'zincha. Masalan, Marjani hazratlarimiz o'rinlari jannatda bo'lsin, ul bizga qarab narsa dey, bor din dey. Dinimiz shista, Qur'on, sunnat, ham bor g'uruf odatlar. Ham ular dinimizni saqlay. Ular dinga qarshi kelmay, ular dinga yordam eta, ham dinimizni saqlay. Shunda jamoatul muslimin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam narsalarini aytgan şu g'uruf odat onu quvvatlab jibara. Masalan, Marjani narsa dey, ul tug'an tilimiz, ul milliy kiyimimiz, ham umuman milliy g'uruf odatlarimiz. Mana ular dinga kirmasa-da, lekin ular bizniki. Ham ular dinimizni saqlay. Hozir ruxsat etilgan biz chet ellarga yuribmiz, biz televizorlarni qabazib, turli serial qaraymiz. Qoya bizga ko'rsatadilar, nishik g'arab qizlari shulay prinsessa bo'lib o'tira, bir narsa ishlamay, turli salonlarga g'ana yuri, ona voditeli yurta, ul iga kira, idada prinsessa bo'lib o'tira. Ham vassalam, iri kuntin ishda, shaba ishli, turli ishchilar iga kelib, ida ishlarini yasaylar. Ham bosh pishiruvchi, osh pishira, yishtiruvchi, idan yishtira. Biz seriallardan onu ko'rib irandik jamoat. Ul matur, ul bizga rasm ko'rsatadilar, lekin biz o'zimizning dunyoga qaytdik. Hozirgi vaqtga qaytdik. Qachon agarda bizga ida biror ishlarga kerak bo'lsa, biz biror kishini yo'llarga oqshamiz bormi, yo'qmi? Albatta oqsha yo'q. Ayrim pishiruvchini bizga rizqlarini pishirsin, bizni tamli aybirlar bilan oshatsin deb ayrim povur tuturga oqshamiz bormi? Albatta yo'q. Ayrim boshqa ishlarini yishtiruv ishlarini ayrim kishini tutig ali deb albatta yo'q. Shunga ko'ra jamoatul muslimin bizning g'uruf odatimiz narsa dey, bizning ati-anilarimiz, abi boboylarimiz narsa aytgan, yurg'onga qarab oyoqni so'zdi. Mana yurg'oning nishik şolay ayaklarına so'zdi. Biz ko'ramiz, qoy bir qizlarimiz hadis ko'tarib, "Nu hazrat, mana bu kitobda yozilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayta, hatta mindi balani topqashda onu imizmasamda yoray." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Lekin onda davomi bor. Sizdi g'oyla imizuvchi anini topib, onlarga oqsha to'lagiz ham ul imizsin" deydi. Shunga ko'ra jamoatul muslimin har vaqt yurg'onga qarab oyoqni so'zamiz. Mana hazrat bit yozilgan pishirmasam-da yoray. O'zi pishirsin, biror kishini yollasın, yurg'on beram ekan shu xatli oyoqlarni so'zarga. Shunga ko'ra hurmatli qizlar, albatta shu televizorlardan qarab ul yaxshi, turli boy oilalarini bizga ko'rsatadilar, ul yaxshi, lekin bor bizning g'uruf odatimiz. Abi boboylarimizdan kelgan nishik irot ul ta'min eta, irot ul avur ishlarini ishli, irot ul iga rizq ketira. Dinimiz narsa dey, shu irot topgan oqsha ul oilaning oqshasi. Qiz bolaning, xotin qizning oqshalari ul ona qilgana. Ul bor. Ona bir kim aytmay, hurmatli xotin, senda o'z zarplatasini ber, senda net, senda sotib ol. Yo'q, tirishsin, lekin Alloh subhanahu va taala har bir irodga, har bir xotin qizga hikmat bergan, aql bergan. Shunga ko'ra hurmatli erlarda, hurmatli xotinlarda biz hikmat bilan qaraylik. Agarda erimizdan o'xsha jitmay ekan, biz onlarga yordam eting. Agarda Alloh taala sizga ko'proq rizqini bera ekan, sizning zarplatlaringiz eringizning zarplatga qaraganda zo'rroq ekan, siz oni bilan oni misqil etmaycha oilangizga yordam etingiz. Birinni ko'tarbangiz. Shu jamoatul muslimin siz oila.
Siz birga g'umr bo'yi birga turib, shu oilani olib borarsiz. Аны шың dinimizda qodoqni bu qoqsin, rizqni bu pishirsin deb shunday bo'linu yo'q, chunki ul oila ishlari. Agarda erigizda otnaga bir topqir buldira ekan, tamli rizqlarini ul da pishirsin, sizga bayram bo'lsin. Masalan, bizning shusha Rossiyada yilina bir endi mana turli xotin qizlarning bayramlari shunda endi pishirsa, bayram etsa, o jamoat albatta ul da kerak. Lekin g'urf odatda oila o'shog'in saqlovchi, yog'ni ini tartibda tutuvchi, rizqni pishiruvchi, bitirisin etuvchi xotin qiz. Oilani ta'min etuvchi, ketiruvchi, olib boruvchi irat. Ham biz burilib qarasak, qachon mana shu o'rinlar olinisha, biz ko'ramiz, hozir hukumat da ona yordam eta, qachon hozir hatto ilk anilar dekretga chiqqan bo'lsa, hozir erlarda dekretga chiqa ola. Ilk xotin qiz dekretni olgan bo'lsa, hozir erlarda dekretni ola. Albatta, ul bir yoqdan tegizlik, lekin shu g'urf odatda bo'lgan vazifalarni butov ul yaxshilikka ketirmay. Ul xotin qiz erga aylana, xotin qizga aylana, shulay bo'lmay. Ul kiyovga chiqu, aylanu, shu ikki so'zin olishtirug'ina bo'lar. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Shunday oilalar Alloh saqlasin, balki baxtsiz da bo'lirga mumkin, balki hatto yo'qqa chiqarga mumkin. Shunga ko'ra g'urf odat ul oilani da saqlovchi, ul bizning dinimizni da saqlovchi, shu turunda unutmaylik. Hazrat, mana siz aytasiz g'urf odat, hozir shu g'urf odat bizning nindi jamoat, agarda mana shing oshiq ko'zlar bilan qarasak, xotin qiz ishtada ishlay, xotin qiz ega shobib kelgach tez rizqlarini pishira, erin oshatirga kerak, bolalar bilan ishlarga kerak, ul ega qaytqachda onun ikkinchi ishi boshlana. Onun uchun zarbat to'lov yo'q. Birinchi ishi uchun to'lasalar, ikkinchiga to'lov yo'q. İrat, jamoat, biz nishlaymiz, kelamiz, biz org'an, biz kun bo'yi ishda bo'ldik, og'ir ish ishladik. Kiramiz, shishinamiz, divanga yotamiz, qo'limizga pult olamiz, televizorni qabozib, alla narsalar qaraymiz. Hazrat, men bit xabarlar qarayim, mana dunyoda narsalar nechikmikan, mana bit men musulmoncha kino qarayim, men bit mana shu huzur TVni qarayim deb oqlansak da bo'lar. Lekin siz ishlagan shakalla shular xotiningizda ishlagan. Xotininiz hatto ul xotin qiz, ul ishlamasa da yoray. Siz uni ta'min etarga tiyishsiz. Siz uni oshatirga tiyishsiz. Shunga ko'ra shunda azraq uyat bo'lib, hurmatli erlar, biz shu divondan turib xotinlarimizga yordam etik. Bolalar bilan ishlarga kerak ekan, g'umrimizda bir bo'lsa da ishlab qolaylik. Bir topqir bo'lsa da rizqni pishirik, shu ujunlarini oshag'ash, kechki oshlarini oshag'ash, qolgan talinkalarini yuvik. Ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday edi. Rasulullahimizning da ko'p so'rovlar, ko'p narsalar, javobli ishlar bo'lgan. Onun eshigidan ishiga ul masjidga to'ptira kira edi. Televizor bo'lmasa da unda masjid to'lgan sahabalar har birisi ayrim masala bilan kela Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bular bilan silashsa kunlar uzaydi. Tunlar da uzaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shopani yirtilsa o'zi uni tiktira edi. Agarda uyda rizq bo'lmasa, o'zi oshlarini pishira edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kaja ortidan o'zi qori edi. Ol payg'ambar, ol bizga misol, ham biz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytdik ekan, men eng birinchi albatta o'zimga aytam, menda irat, menimda shunday g'odatim bordir. Shunga ko'ra eng birinchi o'zimga ham butun erlarga aytam, xotin qizning darajasini ko'tarigiz. Alloh subhanahu va taolo ona narsa aytgan, hatto ul ishlamasa da ruxsat, uydagina o'tirsa ul ruxsat, lekin bizning g'odat ul rizq pishira. Bizning g'urf g'odat, lekin ul g'odat nechak bo'lgan, xotin qiz kun bo'yi uyda bo'lgan. Rizqlarini pishirgan ishlatgan. Hozir biz xotinlarimizni ipoteka yobasi bor bitib ishga tibib chiqardik. Ul kun tinonda ishlay, 12 soat ishda ul hali uyga kelib jetgancha hali rulgada o'tirgan narsadan, chunki siz erlar ona
шунарга үндәдегез, хәтта үндәдегез дип әйтеп булмый, көчләдегез утырсын дип, чөнки башкача ул өлгерми. Эшкә дә барырга кирәк, бала артыннан да кирәк, баланы балалар бакчасына илтергә, алып кайтырга, мәктәпкә, анда, монда. Сез гаепле, без гаепле җәмәгать. Менә шул турында онытмыйк. Шуңа күрә шушы йомшак диваннардан торып, без хатыннарыбызга ярдәм итик. Аның ике эше, эшли торган хөкүмәт эше һәм өйдә эшләнә торган эше. Ә безнең эшебез шушы пульт белән уйнаумы? Ау телефонда утырымы? Әйе, мин монда менә карыйм хәбәрләр, Хозур ТВ, башка төрлечә без әйтергә мөмкин без. Валакин җәмәгать, хатыныбыз да шулай утырырга тели. Валакин сезне ашатырга кирәк. Сезне ашатмаса, сез авыз аша башлыйсыз. Кая монда ризык нишлеп пешмәгән, нишлеп мин ач утырам? Без принцессага әйләндек. Хатыннарыбыз принцесса булмады, без принцесса булдык. Әйе, үпкәли торган сүз. Һәм без баштан ук гаилә дәресләре алдыннан ук сөйләшкән идек. Катырак әйткәндә, әйе, әгәр дә кайдыр авырта башлады икән, ягъни анда шир бар, аны даваларга кирәк. Шушы сүзем катырак булган икән, ягъни ирләр булыйк. Без ират, Аллаһу субханаһу ва тааля безгә ират вазифасын биргән, хатыныбызга хатын вазифасын биргән. Шул турында онытмыйк. Һәм без ирләр телевизор карадыңмы, юкмы, бездән сорау җавап булмый, гаиләне карадыңмы дип сорау җавап булыр. Шул турында онытмыйк җәмәгател муслимин. Һәм Аллаһу субханаһу ва тааля бәрәкәт бирсен. Әйе, гореф-гадәтләребезне саклап, валакин телевизор гореф-гадәткә керми. Раббыбыз субханаһу ва тааля иратка шың ират булырга насыйп итсен, хатыннарыбызга шың хатын кыз булырга насыйп итсен. Раббыбыз Аллаһ һәрбер гаиләгә бәхет, бәрәкәт бирсен. Хозур ТВ каналында гаилә дәресләрен карагыз.